Assalomu alaykum. Bugungi videomizda nima qilamiz? Bilasizlar, bugungi videomizda o'zi bilib turibsizlar-ku nima qilishimizni. 1 yil oldin qilgan ishlarimiz, ya'ni dunyo rekordchalarini qaytadan o'rnatamiz. Bilaman, o'tgan bunaqalarda bir nechinchi rekordlarni o'rnatganman, lekin ular default deb o'ylayman va bugun xudo xolisa bir jinni rekordlar bor. O'zim topgan rekordlarim ham bor, o'zim topmagan rekordlarim ham bor. Chunki umuman qilmagan odamlar, qilmagan ishlar ham bor-da, odamlar hali PUBG o'ynab turib 7 yil bo'lsa, 7 yildan beri hech kim qilmagan ishlarni qilamiz. O'sha ish tayyor turinglar. Rekordlar bo'lsa, albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Bitta narsa, rekordlarni sizlar ham takrorlab video qo'ysangiz bo'ladi. Mana adminga qilib va sizlar dunyodagi eng zo'r odam bo'lasiz lo'pay. Kelinglar. Unda nima qilamiz? Mana o'tgan adashmasam, mana qo'yib qo'yman, agarda qo'yib qo'ysam, ash tepada turadi. O'sha video, o'tgan 1 yil oldin qo'ygan videoyim, u yerda bir 7000 metr urganman. Lekin u rekordni urdik. Ya'ni o'sha stream payti qayishga urib, sherigim chaqirib qolib, shortsni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Albatta, ko'rmagan bo'lsangiz albatta shorts ko'rsanglar bo'ladi. Hozir qo'yaman videoni, chunki rekord bu, chunki mana bitta chiqadi videodan ko'rasizlar. Barobar chiqadi. Ko'rib olinglar. Qanaqa videoni ko'rmayman. metr. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizga gap yo'q. Like, sizga like. Va o'ldirganman. Bo'ldi. Cho'z o'tiringiz. Birinchi rekordni ko'rdinglar. Albatta ursanglar, kommentariy yozib qoldiringlar yoki videosini qo'yib Instagramga yoki YouTube'ga adminga qilsanglar bo'ladi. Birinchi rekordni ko'rib oldik. Kelinglar. Endi rekordlarni turlarga ajratib olsak, bittasi lobbida qilingan rekordlar. Bu lobbida qilinganlar ichida sizlar birda turgan bo'lasizlar, tushunyapsizlar? Men hozir masalan ana lobbidagi u birda emasman, bu o'yindagi deb hisoblanadi. Chunki men u yerda kelishib qilganim yo'nardan, haq ochishma ketayotganda o'ldirganman. Birinchisi bu. Bu mana qaranglar, birinchisi bu haqiqiy qilish, haqiqiy mana birinchisi haqiqiy, mana haqiqiy bu 10643 mida shunaqa metrdan mana birinchisi ketdi rekord. Ikkinchi turdagi rekordlar bular lobbida yoki lobbida lobbida o'sha sherilar bilan o'zg'irish, lobbida 2-3 kishi tushib qilish. Bu ikkinchisi. Uchinchisi Erangelda o'sha Erangelda o'zida tushib qolib kelishib qilish, bu uchinchisi deb hisoblaylik. Endi g'alib. Buni hech kim men o'zim to'qiyapman, chunki boshqa iloji yo'q. 3 xil rekord deb hisoblaylik. Hozir men haqiqiysida hozir 10643 ta birda turibman. Menimcha hech kim qilmagan, yo'q qilganmi? Albatta yozib qoldiringlar. Cho'zib tashlaman, lekin to'g'ri tushuntiraman menimcha. Ikkinchisi bu o'sha lobbida cheriylarga kelishib qilish, ikkinchisi u Erangelda haqqa tushib o'shanda qilish. Xo'p, ko'rdik. Ikkinchi rekordimiz nima desanglar? Ikkinchi rekordimiz adashmasam pichoqda parashyutga odam o'ldirish. Menimcha ko'rmagan hech kim. Agarda ko'rgan bo'lsangiz video qo'yib Instagram adminga qiling. Men ko'rmaganman. Vaqtamayman, qilganim bilan hali qilmaganman. Hozir Erangelda tushib pichoqda haqiqiy qilamiz. Hech qanaqa lobby pop emas, haqiqiy pichoqni olib, okajonlarimizni urib ko'ramiz. Bo'ldi. Ketdi unda. Birinchi rekord kelib oldi. Birinchi o'yinimiz, bilmadim hali o'qishaydimi, o'qishamaydimi? Xudo harakat qilaman. Xo'p, tomga tushsam ham yaxshi bo'ladi. Qiyin o, mana shu parashutda birinchi bo'lib tushish kerak. Eng muhimi bu yerda birinchi bo'lib tushish, yoki boshqa qiyin bo'ladi. Okey, tushdim. Odam, parashut yaqinroq. Qani odam? Yo'q. Voy, itan tushmayapti. Voy. Odam tush. Voy. Ikki kishi. Ur. Ana do'dirlar tushib qoldi ancha. O'zi men rekord urishimga nima qilib yotdimmi? Hop, keling brat. Hop. Qoch. Turg'iz bilan otaman. Turmadi. Boshqa. Aka. Okey, yaxshi. Mana shu tushdik. Voqealar tushdi, menimcha buncha tezroq tushim kerak faqat. Odam kerak bizga. Odam parashyutda sekin tushayotgan bir AFK odamni otsak ham uni o'ldirgan bo'lamiz. Chunki hech kim qilmagan bu narsani, to'g'rimi? Yo'q qilganmi kimdir? Pichoqda o'ldirganmiz. AFK. To'rtta. Xarosh. Oxirigacha tushib ber. Oxiriga AFK bo'l. Iltimos. Xarosh. Davay, ikkinchi o'yinda. Shu yerda o'zi o'xshatib to'g'risimi? Bismillah. Xarosh.
Osh! Voy! Voy kim bu? Brat. O'g'latdim. Harosh. Yo'qolim brat. Bak o'ldirim. Qarab turinglar hozir. Xo'rlayman. Opa! Boshiga tegdimi? Xo'sh, bolalar, biz yangi narsani yo'lga qo'ydim. Endi bu bilmadim qanaqa ketadi. Bu hech qanaqa so'rab anaqa qilish emas. Agarda kommentni o'qiyman, lekin bu yoqda keyingi videoda 100% sizlarni yozganinglar chiqib turadi. Ya'ni tirikchilik donat pastki kommentariyada yoki opsiyada ссылка bo'ladi. Tirikchilik donatdan sizlar donat qilasizlar va yozganinglarni men keyingi videoda ekranda chiqarib qo'yaman. Nima deb yozgan bo'lsanglar va o'shanga javob